Bola onasi bilan yashasa red flag. 20 yoshda o'zini uyi, mashinasi bo'lmasa red flag. O'z sevgan ayolni rashk qilib, qizg'ansa boshqa yer keladi. U ham red flag. Hozirgi ko'pchilik qizlar bolalarga qo'yayotgan standartlarni qizni ota-onasi esa ham menimcha hayron qolsa kerak. Qizlar, bittalar feministkaman deysizlar, bittalar yana nimadir. Bitta o'ylab ko'ring, sizni oyingiz ham adez bilan ko'rishganda shu so'zlarni bilganmikan? Siz qo'yayotgan standartlarni 10 dan 1 qo'yganmikan? Menimcha yo'q. Oxiri nima bo'ldi? Oilalar yomon yashayaptimi? Adez yomonmi? Yoki oyingiz baxtsizdir? Menimcha unaqa emas. Qanaqa qilib adaylar shu yoshgacha qilib bera olmagan narsani 18-22 yosh boladan so'rayapsizlar. Har oy chet davlatga olib borsin, har hafta gul bersin, rashk qilmasin, kalta kiyimimga gapirmasin, nima qilish kerakligini o'rgatmasin, hattoki uy yig'ishtirmayman degan gaplargacha eshitdim. 150 tonna makiyaj, botoks, yopishtirilgan kiprik va qilingan operatsiyalarni haqqimi bu? Xafa bo'lmaylik, bu trendni olayotgan ko'p qizni o'zim lichni taniyman va hali erga tegmagan bo'lsa ham, erga tegan ayol hali qilmagan ishlarni qilganinglarni bilaman va to'g'risi bu gaplarni sizlar gapirayotganinglarni eshitib kulgim qilyapti. Bola ham birinchi marta uylanadi. Uni ham o'zini orzu-havasi bor. Ishdan charchab kelganda ayoli shirin gaplar va shirin ovqatlar bilan kutib olishini, farzandlariga chiroyli tarbiya berib, ona mehrini ko'rsatishini xohlaydi. Agar baxtli hayot faqat material narsalardan iborat bo'lganda, boy oilalar ajrashmagan va boy oilaga kelin bo'lib tushgan qiz o'zini o'ldirmagan bo'lardi. Bu meni subyektiv fikrim. Xohlasanglar qizil flag deylar, xohlasanglar sariq. Men o'zimni erkak flag deyman. Charchamanglar.